Jin chaplashib olsa qanday qilish kerak? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bir qarindishimizning 1 yoshga kirgan qiziga jin chaplashib olgan ekan. Ko'p sabablarni qilgan bo'lsa-mu, yanada unumi bo'lmagan. Baq qiynalib ketgachga qanday qilsam bo'lar deydi. Xatolashib qolmaslik uchun har birlaridan so'rab beqishni loyiq ko'rdim. Yo'l ko'rsatgan bo'lsanglar, Alloh katta ajr bersin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Oldi bilan deydiganim, u qizga jin chaplashib olganligi qanday isbotlandi? Amaliyotda bir kasallik sababidan og'rib qilib, jin chaplashib olmagan bo'lsa-mu, jin chaplashyapti deb o'ylab qoladigan ahvol jamiyatimizda ko'p. Buning uchun bemorni doktorlarga tekshirtib beqish lozim. Ko'pincha psixik normalsizligi bo'lishimi yoki sehrlangan bo'lishimi yoki ko'z tekkan bo'lishimi mumkin. Jinlarning barligi ularning o't yalqonidan yaratilganligi, jinlarning insonlarni ko'ralaydiganligi, lekin insonlarning jinlarni haqiqiy surtida ko'rolmaydiganligi qatorliq haqiqatlar Qur'on va hadisda isbotlangan bo'lg'achqa, yuqoriqilarga iymon etish vojib. Jin insonga chaplashib olamdi. Chaplashib olish, chepilmoq, yepishib olmoq bo'lib, bu jin bilan inson o'rtasidagi munosabatga berib taqiladi. Jin inson badaniga kira olamdi. Jin insonning tilida so'zlay olamdi. Uningga gunoh ma'siyatlarni qildira olamdi. Yig'ib aytsak, jin insonning irodasini kontrol qila olamdi yoki inson diliga vasvasa solishdan boshqani qila olmaydi. Barliq olimlarning birda qarashida shayton inson ko'ngliga yoshirin vasvasa qila oladi. Bu vasvasaning ziynidan haqiqiy mu'minlarni saqlana oladi. Boshqalar bo'lsa vasvasaga ergishib ketadi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Agar shayton senga vasvasa qilsa, Allohdan panohlik tilegin. U haqiqatan anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchursa, Allohni aslaydi-da, haqiqatni ko'radi. Shaytonlar birodarlarni bo'lishcha ozdiradi, bo'shishib qolmaydi." A'rof surasi 200-201-202 oyat. Ahli sunnat olimlarining ko'pchiligi jin insonga chaplashib oladi deb qaraydi. Mu'tazilalar bilan ahli sunnat olimlarining oz bir qismi jin chaplashib olishini inkor qiladi. Yaqinqi zamonda o'tgan Shayx Muhammad Abduh, Shayx Marag'i, Shayx Muhammad G'azali, Shayx Sha'ravi va Shayx Qardavi qatorliq olimlarmi jin chaplashib olishini inkor qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda jazoni yeydiganlar qiyomatda saronliqdan shayton so'qiyotgan odamlardagina qobudi. Baqara surasi 275-oyat degan. Husayn radhiyallohu anhuning o'g'li Ali rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayoli Safiya radhiyallohu anha uningga mundaq so'zlab bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda itikofda turganda ayollar kelib uni yo'qlab qaytishdi. Rasululloh Safiya binti Huyayga "Aldirmang, sizni apirib qo'yay" dedi. Safiyaning uyi Usamaning qo'rosida edi. Rasululloh Safiya bilan birga chiqdi. Rasulullohga ansarilardan 2 odam uchrab Rasulullohga qarab o'tib ketgan edi. Rasululloh u ikkisiga: "Bu yoqqa kelinglar. Bu Safiya binti Huyay bo'ladi" dedi. Ular "Subhanalloh, ey Rasululloh" dedi. Rasululloh: "Shayton insonning qon tomirlarida oqadi. Men shaytonning sizlarning ko'ngillarga gumon tashlab qo'yishidan ansirdim" dedi. Yana bir hadisda kelishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Alloh va o'lish oldida shayton chaplashdan sendan panohlik tilayman" deb duo qilgan. Ata ibn Abi Rabah rivoyat qilib mundaq dedi: Ibn Abbas radhiyallohu anhuma menga "Jannat ahlidan bo'lgan bir ayolni senga ko'rsatib qo'ymaymi?" dedi. Men "Ha, ko'rsatib qo'ysizlar" desam, bu qari ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Meni tutqoqlik tutib qoladi. Men ajrab qolaman. Shunga men uchun Allohga duo qilib qo'yg'aylar" dedi Rasululloh. "Xohlasangiz sabr qiling, sizga jannat mukofot bo'lsin. Xohlasangiz Alloh sizni saqaytib qo'yishga duo qilay" dedi. U ayol: "Men echilib qolman. Shunga echilib qolmasligimga Allohga duo qilg'aylar" dedi. Rasululloh uningga duo qilib qo'ydi. Imom Ibn Hajar hadisning boshqa rivoyatlarini tekshirib, bu ayoldagi ahvolning odatdagi kasallikdan emas, jinning sababidan bo'lganligini muayyanlashtirgan. Yana kichik bolalarni shamdan keyin uyga akirib olish to'g'risida hadis kelgan bo'lib, bu hadisda buning sababini chunki bu shaytonlar tarqaladigan vaqt deb ko'rsatgan. Buningga o'xshagan hadislar jinning insonga ma'lum darajada ziyon yetkazadiganligini ko'rsatadi.
Umuman, jinmi bir maxluq bo'lg'achqa, jinning insonga ziyon yetkazishi mumkin ish. Buni chaplashib olish yoki so'qib etish yoki boshqa ism bilan atash mumkin. Biroq islomni to'g'ri tushunishdan mahrum qolgan ilm ma'rifatdan tuzuk nasibasini ololmagan ba'zi jamiyatlarda jinga munosabatsiz kasallik va bearomchiliklarni jin chaplashish deb tushunadigan holat shakllanib qolgan. Agarda to'g'ri diagnoz qo'yilganida jin chaplashyapti deb qaralgan necha yuz bemordan faqat 1-2sila jinning ziyonkashligiga uchragan bo'lib chiqishi mumkin. Shunga masalaga o'z loyiqida muomala qilish lozim. Nima uchun insonlarga jin chaplashyapti? Qaysi sabablar tufaylidan ularga ziyon yetkazadi? İnsanlar normal ahvolda jinni ko'rmaganlikdan ularni ko'rmay ularning ustiga tarat qilib qo'yadi. Mehnat axlatlarini tashlab qo'yadi. Qaynoq suvlarni to'kib soladi. Ustiga dastlab soladi yoki bilmasdan ba'zilarini o'ldirib qo'yadi. İnson buni bilmasdan qilib solgan bo'lsa-mu, jinning bu ishdan g'azabi o'rlab o'ch olmoqchi bo'ladi yoki bo'lmasa beg'araz insonlar qilganidek bekordan bekorga azor berib osonlik qilish mumkin. İmam İbn Taymiyami bularning ba'zilarini bayon qilgan. Bundan saqlanish uchun har ishni qilganda Allohning nomini atash, atigan oqshomda shundaqla turli munosabatlarda Ayatul Kursini, Allohni zikr qilib o'qiydigan duolarni o'qib turish lozim. Jin chaplashganlikqa aniqlangan ahvolda oyat o'qib yurib, chin qalbidan Allohga yelinib duo qilib qo'ysa bo'ladi. Uyni, shundaqla badan va boshqa narsalarni pokiz tutish, mehnat joylaridan yiroq turish, uyni gunoh ma'siyatlarga ishlatiladigan narsalardan tozalab etish lozim. Bemorni kishilarni aldab pul topadigan jinkash, rammal, da'xon qatorli qo'ymachilarning oldiga olib bormaslik lozim. Duoni o'z loyiqida qilinmasa, yurtdagi taqvodor ahli ilmlar duo o'qib yurib qo'ysimi bo'ladi. Janobi Alloh bizni jin shayotinlarning sharridan saqlag'ay. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 111 numurliq fatvo.